Bugun xotinning bayramiga bir xursand qilib sovg'a olib kelaychi. Qani ko'raylikchi-da, deshmanga nima sovg'a olib kelayotganlar? Orqalaridan bir kuzataychi. Eng arzon gulingiz necha pul ekan? Eng arzonlari 500 ming. 500 ming. Nima? Hali men 500 ming so'mga arzimaymanmi? To'xta. O'zi Guldan xotinim bo'lsa, Guldan xotinga gul olib boramanmi? Undan ham kattaroq sovg'a olishim kerak. Voy, to'g'ri aytasiz, deshman Guldan ham kattaroq sovg'aga loyiqman. Qizil ko'ylak olsammi yo qora ko'ylakda olsammi? Qizilidan oling, qoramani semiz qilib ko'rsatadi. Qorasidan olaman, qora xotinimni ariq ko'rsatadi-ku. Narxi necha pul ekan buni? Arzimagan 3 million. 3 millionga xotinga ko'ylak olib beramanmi? 3 millionlik ko'ylakka arzimadimmi? Mani xotinim farishtaday bo'lsa, mana shu qap-qora ko'ylakni kiygizib qo'yamanmi? Da, to'g'ri aytasiz, deshman angelman. Men bundan ham kattaroq sovg'aga loyiqman. 5 millionga xotinga duxi jalkanmi deyman-da. Ha, o'yladagi qadrimizni ham bildik. Xo'p, xotinimga duxini sovg'a qilsam, shunda u o'zini sassiqchadek his qiladimi? Yo'q, mani xotinim sassiqcha emas, cho'milmasa o'zida приятный hid kelib turadi. Da, deshman приятный, Priyanka Chopra, mama o'zimda yoqimli hid taratib turaman. Menga duxi puxi kerak emas. Bu xotinimga shu har doimgi trenddagi sovg'ani qilayotganimda. O, trenddagi sovg'a nima ekan? Menimcha onlayn zakaz qilibdilar-ku. Ibi, quruqqina Telegramdan tabriklab qo'yibdilar-ku. Shumi trenddagi sovg'alari? Ha, akalar, yangiga nima sovg'a qilishni bildinglarmi? Ana gulchan tashlash esdan chiqmasin. Ko'zlaringga qarab jonim